يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Alloh taolaning madadi bilan arab tili darslarimizning 12 sonini boshlaymiz. Bu darsimizda Mabda qiroat kitobini 23 va 24 darslarini o'rganamiz. Odatimizga ko'ra bugun darsimizdan oldin o'tgan darsdagi vazifalarni, javoblarini o'qib eshittiraman. 21 va 22 mashqlar o'tgan darsimizda vazifa qilib berilgan edi. 21 darsdan boshlaymiz. 5 ta kitob. Khamsatu kutubin. Khamsatu kutubin. 3 ta qalam. Thalathatu aqlamin. Thalathatu aqlamin. 4 ta stakan. Arba'atu akwabin. أربعة أكواب. 6 كروات. 6 سرور. 6 سرور. 4 چشک چای içtim. شربت 4 فناجين شايا. شربت 4 فناجين شايا. 6 daftar sotib oldim. اشتريت 6 كراريس. اشتريت 6 كراريس. kurrosatun muannas bo'lgani uchun 6 deb oxirida muannaslik tesini olib tashladik sittatundan. Bu kitob 9 dirham turadi. هذا الكتاب يساوي 9 دراهم. هذا الكتاب يساوي 9 دراهم. Bu qalam 5 junayh turadi. هذا القلم يساوي 5 جنيهات. هذا القلم يساوي 5 جنيهات. bunisi 8 junayh turadi. وذلك يساوي 8 جنيهات. وذلك يساوي 8 جنيهات. Bugün 9 soat uxladim. نمت اليوم 9 ساعات. نمت اليوم 9 ساعات. Saatun muannas, shuning uchun 9 demasdan 9 deb aytayapmiz. 10 soat uxladim. نمت 10 ساعات. نمت 10 ساعات. Bir ot sotib oldim, uning narxi 6 dinar. اشتريت فرسا قيمته 6 دنانير. اشتريت فرسا قيمته 6 دنانير. Bu yerda bir degan so'zni otdan oldingi bir so'zini tashlab ketdik. Chunki arab tilida bir so'zi sifati soni tushirib aytiriladi. Buni o'tgan darsimizda tushuntirgan edik. Yoki ishtaroytu farasan wahidan deb aytsak ham xato bo'lmaydi. O'sha tushib qolgan narsani o'rniga qo'yib aytgan bo'lamiz. Bitta karvotni 8 dollarga sotib oldim. اشتريت سريرا ب8 دولارات. اشتريت سريرا ب8 دولارات. Bu yerda ham mana bitta karvot deganda ishtaroytu sariron deb ketyapmiz. Aslida sariron wahidan bo'lishi kerak. Agar wahidan qo'shib qo'ygan bo'lsak, buni ham zarari yo'q. Dolar so'zi muzakkar bo'lgani uchun thamaniyah deb oxiriga tesini qo'shyapmiz. Thamaniyati deb. Keyin dollarni ko'pligini aytib, dolarotin deb muannas shaklda ko'pligini aytayapmiz. Shu bilan 21 mashqimiz nihoyasiga yetdi. 22 mashqni o'qiyman. 5 ta bola. Khamsatu awladin. Khamsatu awladin. 9 ta o'quvchi. 9 talamizatin. 9 talamizatin. 10 ta qalam. 10 aqlamin.
ashratu aqlamin. Mana bu yerda bola, o'quvchi, qalam so'zlari muzakkar bo'lgani uchun valadun, tilmizun hamda qalamun so'zlari. Uchalasi ham muzakkar bo'lgani uchun sonlarni hammasini muannas shaklida aytdim. Hop. 5, 9, 10 so'zlarini xamsatun, tis'atu, ashratu qilib muannas shaklida aytdim. Chunki sanoqda o'sha 2 dan to 10 gacha bo'lganida son bilan sanalayotgan narsani jinsi bir-biriga teskari bo'lishi kerak ekanligini o'tgan darsimizda aytib o'tgan edik. 20 ta daftar. 20 kurrasatan. 20 kurrasatan. 20 dan to 90 gacha bularni ham aytib o'tgan edik. Orqasida o'sha so'zni birinchi sonni aytib 20, 30, 40 shaklida, keyin orqasidan o'sha sanamoqchi bo'lgan so'zimizni birlik holatini aytamiz, faqat oxirini fatha bilan aytamiz degandik. Mana xuddi shu shaklda 20 kurrasatan. Kurrasatunni muzakkar yoki muannasligini 20 ga aloqasi yo'q. Faqat 20 boshqa bir sabablar tufayli 20 shaklida aytilishi mumkin. Otam bu ho'kizni $60 ga sotib oldi. Ishtara abi hadha thawra bi $60. Ishtara abi hadha thawra bi $60. Mana bu yerda ham hop $60 edi. Oldida boshqa bir narsa sababli, ya'ni bi harfi kirgani uchun 60namiz 60 ga o'zgardi, lekin dollarligicha aytilyapti $ron deb. Faqat oxiri fatha bilan aytilyapti. Farq shunda. 40 ta deraza. 40 shubbakan. 40 shubbakan. Bu yerda ham shubbak muzakkar bo'lsa ham 40 shaklida qoldi. 20 ta daftarda kurrasatun muannas bo'lsa ham 20 shu shaklda qolaverdi. 50 ta dars. 50 darsan. 50 darsan. 20 ta chashka. 20 finjanan. 20 finjanan. 30 ta artgich. 30 massahatan. 30 massahatan. Bu ovqat 50 riyol turadi. Hada at-ta'amu yusawi 50 riyalan. Hada at-ta'amu yusawi 50 riyalan. Bunisi 70 riyol. Wa zalika 70 riyalan. Wa zalika 70 riyalan. 5 chashka choy ichdim. Sharibtu 5 fanajina shayan. Sharibtu 5 fanajina shayan. Bu yerda finjanun muzakkar bo'lgani uchun 5 ta deb muannas shakliga olyapmiz va sonimiz 10 dan past bo'lganligi uchun finjanunni ko'plik shaklida izofa qilib aytyapmiz. Sharibtu 5 fanajina shayan. Aslida fanajinin bo'lishi kerak edi, lekin fanajin so'zi g'ayrimunsarif bo'lgani uchun oxiriga kasra kelmasdan fathaligicha qolib ketyapti. Kitoblar, qalamlar, daftarlar, artkichlar va chizg'ichlar kutubxonada topiladi, bor bo'ladi deb aytgan edik. Hop. Yujadu fil maktabati kutubun va aqlamun va kararisu va massahatun va masatiru. يوجد في المكتبة كتب وأقلام وكراريس ومساحات ومساطر. Mana shu bilan 22 darsimizni mashq ham tugadi. Yangi darsimizni boshlaymiz. Birinchi darsimiz 23 dars. Ad-darsu ath-thalith wal-20. 23 dars. Lug'atlarini o'qib beraman. Rabi'un. Rabi'un. Bahor, fasllar haqida ketyapti gap. Bahor. Xarifun. Xarifun. Kuz. Shitaun. Shitaun. Qish. Sanatun. Sanatun. Yil.
faslun, faslun, fasl. Bu ikkinchi darsimizda faslun so'zi sinf deb o'tgan edi. Bugun esa faslun fasl ma'nosida o'tyapti. Arab tilida ham xuddi bizning o'zbek tilidagi kabi yozilishda bir xil bo'lgani bilan, talaffuzda va yozilishda bir xil bo'lgani bilan ma'nosi turli xil bo'lgan so'zlar bor. Shulardan biri mana fasl so'zi. Faslun sinf ma'nosi ham bor, shuningdek fasl ma'nosi ham bor. Bizdagi fasl so'zi ham mana shu arab tilidagi faslun so'zidan olingan. Shahrun, shahrun, oy. Bu osmondagi oy ma'nosida emas, u boshqa. Bu o'sha biz biladigan yildagi 12 oy ma'nosidagi oy. Usbu'un, usbu'un, hafta. Yawmun, yawmun, kun. Al-yawmani o'tgan edik bugun ma'nosida, lekin yawmunni o'zi kun. Naharun, naharun, kunduzi. Laylun, laylun, kechasi. Daqiqatun, daqiqatun, daqiqa. Thaniyatun, thaniyatun, soniya. Bizdagi daqiqa va soniya so'zlari aynan mana shu arab tilidan olingan. Soyfun, soyfun, yoz. Tepada fasllarning 3tasi o'tgan edi. Mana bu 4-inchisi pastga tushib qolibdi. Aslida to'rtalasi yonma-yon aytilganda yanada yaxshi bo'lar edi. 15, 15, 15. Bugun raqamlardan, sonlardan yoki sanoqlardan, sanoq sonlaridan to'g'rirog'i yana boshqacharoq bir ko'rinishi o'tdi. 15. Bu ikkita alohida sondan qo'shib yasalgan. Son o'zi arab tili grammatikasidagi oson bo'lsa-da biroz chalkashroq mavzu hisoblanadi. Shuning uchun juda ham ko'p murakkab kirishmaymiz. Faqatgina yengil aytib o'tib ketamiz. Buni biz to'liqligicha o'zlashtirishga majbur emasmiz, chunki bu grammatikada o'rganiladigan narsa. Lekin shunday bo'lsa-da aytib o'tib ketamiz. Ba'zi bir inson o'zlashtira olgan talabalarimiz uchun. Lekin shunday bo'lsa-da bu haqda qisqa aytib o'tamiz. O'zlashtira olgan talabalar o'zlashtirib olishlari uchun. Lekin o'zlashtira olmagan talabalardan bu narsa talab qilinmaydi. 15 so'zi mana bu yerda e'tibor bersak, 15 muannas, 10 esa muzakkar keldi. Demak, 15 so'zlarida bu 13 dan to 19 gacha bo'lgan so'zlarda o'sha 10 bilan 3 dan to 9 gacha bo'lgan sonlarimiz 13, 14, 15 va hokazo. 10 bilan 3, 5 so'zlari jinsida bir-biriga teskari bo'ladi. Masalan, agar 10 so'zini muzakkar holatda aytsak, 5 so'zini muannas aytamiz. Bunisini muannas aytsak, bunisini muzakkar aytamiz. Ikkalasini jinsi bir-biriga teskari bo'lib keladi. 23, 23, 23. Mi'atun, mi'atun, 100. Alfun, alfun, 1000. Mi'atu alfin, mi'atu alfin, 100,000. Milyonun, milyonun, milyon. Aslida milyon so'zi arab tilida yo'q. Bu keyinchalik arab tiliga kirib kelgan so'zlardan. Eski arab tilida milyon degan so'z yo'q. Eskida asl arab tilida milyon so'zi alfu alfin deb ifodalangan. Alfu alfin, ya'ni mi'atu alfin 100,000 bo'lsa, alfu alfin mingta ming deb ifodalangan. O'shanda aynan mingta mingimiz 1 million bo'ladi. Mi'atun va 15. Mi'atun va 15. 115. Shahrun qamariyun.
shahrun qamariyun. Qamariy oy. Qamariy oy deganimiz o'sha osmondagi oyni ko'rinishi, chiqishi, oyni boshlanishi va tugashiga qarab hisoblab chiqiladigan o'sha biz bilgan qamariy oylar. Buni biz hijriy oylar deb ham nomlaymiz. Mana shu bilan lug'atlarimiz tugadi. Matnni o'qishni boshlayman. Lug'atlarimizga tegishli faqat sonlarga oid qoidalar o'tdi. Grammatika bo'yicha uni alohida doskaga yozib o'tirmasdan mana shu matnni ichida kelgan qoidalarni misollari bilan tushuntirib o'taman inshaalloh. Fil yawmi 24 sa'atan. Fil yawmi 24 sa'atan. Kunda 24 soat bor. Kunda deyapmiz, mana bu yerda ham bir tushib qolgan. Bir kunda 24 soat bor. Xo'p, bu yerda e'tibor bersak, arba'un bo'ldi. Arba'atun bo'lmadi. Va 20 sa'atan. Nega? Chunki 20 so'zidan keyin kelgan sa'atun so'zi, 20 so'zidan keyin kelgan sa'atun so'zi muannas bo'lgani uchun arba'un muzakkar bo'ldi, lekin 20 o'zgarmasdan qoldi. Fi shahri 4 asabi'a. Fi shahri 4 asabi'a. Bir oyda 4 hafta bor. Fil usbu'i 7 ayyamin. Fil usbu'i 7 ayyamin. الجمعة السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس. Bir haftada 7 kun bor. Juma, shanba, yakshanba, dushanba, seshanba, chorshanba hamda payshanba. Mana bu yerda usbu'un muzakkar bo'lgani uchun oldingi jumlamizda arba'ata deb aytdik. Yawmun muzakkar bo'lgani uchun sab'atunni ham muannas holatida aytdik. Hafta kunlarini ham lug'atlarga qo'shib yodlab olamiz. Al-jumu'atu, as-sabtu, al-ahadu, al-ithnayni, al-thulatha'u, al-arbi'a'u, al-khamisu bu 7 hafta kunlarini arabcha nomlari. Jumadan boshlangan payshanbada tugagan. Bu arablarni tartibi bo'yicha boshlangani uchun juma kunidan boshlandi. Bizni o'zbeklarda dushanbadan boshlaymiz kunni. Hafta kunlarini yana bir ta'kidlab o'taman. Hozir pastrog'ida oylar nomlari ham keladi. Lug'atga qo'shib yodlanadi bu darslar, bu so'zlar. Zalikal baytu yusawi 100,000 dolarin. Zalikal baytu yusawi 100,000 dolarin. Bu uy $100,000 turadi. Bu uy $100,000 turadi. 100,000 100,000 edi. Alf so'zidan keyingi dollar so'zi izofa shaklida qo'shiladi. 100 hamda alfun so'zlari o'zidan keyingi sanaladigan so'zga birlik holatiga izofa shaklida qo'shiladi. Mana 100,000 izofa bo'lgan edi. Alfi dolarin bu ham izofa bo'lyapti. Hop. Ishtaghaltul laylata 5 sa'atin. Ishtaghaltul laylata 5 sa'atin. Bu kecha 5 soat ishladim, mashg'ul bo'ldim. Sa'atun muannas bo'lgani uchun 5 tani nima muzakkar 5 qilib aytyapmiz. Fin nahari nashtaghilu va fil layli nanamu. Fin nahari nashtaghilu va fil layli nanamu. Kunduzi ishlaymiz va kechasi uxlaymiz. Fis sanati 4 fusulin. Fis sanati 4 fusulin. Faslur rabi'i va faslus sayfi va faslul kharifi va faslus shita'i. Bir yilda 4 fasl bor. Faslun so'zi muzakkar bo'lgani uchun arba'ata deb muannas qilib aytdik. Bahor fasli, yoz fasli, kuz fasli va qish fasli.
خرجت إلى السوق فدخلت مكتبة فاشتريت 11 قلما و100 كراسة و1000 مسطرة. خرجت إلى السوق فدخلت مكتبة فاشتريت 11 قلما و100 كراسة و1000 مسطرة. bozorga chiqdim va maktabaga kirib 11 ta qalam, 100 ta daftar va 1000 ta chizg'ich sotib oldim. Bu yerda 11 qalaman so'ziga e'tibor bersak, 11 hamda 12 so'zlari qalaman o'zidan keyingi sanalayotgan so'zni muzakkar muannasligiga qarab bir xil, bir-biriga muvofiq shaklda keladi. Hozirgacha faqat bir-biriga zid kelayotgan edi-ku, masalan bunisi muzakkar, bunisi bo'lsa bunisi muannas bo'lsa sonimiz muzakkar shaklda aytilayotgan edi. Lekin 11 va 12 so'zlarida har ikkalasi ham ahad, ashar so'zlari ham qalam bilan bir xil shaklda muzakkar bo'lib kelyapti. Ahada, ashara qalaman shaklida. Va 100 kurrasatin, 100 so'zi muzakkar muannasga qarab o'zgarmaydi. U 100dan keyingi kelgan so'z muzakkar bo'lsin, muannas bo'lsin, o'zgarmagan holatida bir-biriga izofa bo'lib keladi. Shuning uchun 100 kurrasatin deb aytamiz. Kurrasatin o'rnida boshqa bir so'z bo'lsa, qalam bo'lsin, masalan 100 qalamin deb xuddi shu shaklda aytilgan bo'lar edi. Va 1000 mistaratin, 1000 so'zin ham 100 bilan bir xil, 1000 so'zi. O'zidan keyingi son bilan muzakkar muannasligiga qarab o'zgarmaydi. Alfun har doim alfligicha qoladi, o'zidan keyingini muzakkar yoki muannasligini alfga umuman aloqasi yo'q, lekin ikkala so'z bir-biriga izofa bo'ladi. 100 kurrasatin hamda 1000 mistaratin bir xil shaklda keladi. Kam yusawi qalamuka 5 junayhatin. Kam yusawi qalamuka 5 junayhatin. Qalaming qancha turadi? 5 junay turadi. اشتريت هذا الكتاب ب24 ريالا. اشتريت هذا الكتاب ب24 ريالا. Bu kitobni 24 riyolga sotib oldim. Mana bu yerda arba'atun so'zi muannas kelyapti. Nega? Chunki 20 dan keyin kelgan riyol so'zi muzakkar. O'shanga qarab uni muzakkar bo'lgani uchun arba'a so'zimiz muannas kelyapti. في الشتاء نتعلم في المدرسة وفي الصيف نستريح. في الشتاء نتعلم في المدرسة وفي الصيف نستريح. qishda madrasada ta'lim olamiz, yozda esa dam olamiz. Istirohatun dam olmoq so'zi hali lug'atda o'tmagan edi. في هذا الأسبوع نذهب إلى الغابة. في هذا الأسبوع نذهب إلى الغابة. Bu hafta o'rmonga boramiz. في السنة 12 شهرا قمريا. في السنة 12 شهرا قمريا. Bir yilda 12 ta qamariy yoki hijriy oy bor. Qamariyni nega qamariy ekanligini bilib oldik-a? Chunki qamar degani o'zi aslida keyingi darslarimizda lug'atda o'tadi, oy degani. Biz oymomo deymiz-ku, osmondagi oy. O'sha qamar degani. Shahrun qamariyun degani oy bilan, osmondagi oy bilan hisoblanadigan oylar. Keyin boshqa bir biz bilgan milodiy oylarimiz bor. Ular quyoshga qarab hisoblanadi. Ya'ni yer quyoshning atrofida aylanishini, qancha vaqtda aylanishini hisoblab bo'lib chiqilgan oylar. Bu esa o'sha oyni osmonda qachon boshlanishi va tugashiga qarab biz oyni boshlaymiz va oyni tugatamiz. Aslida biz hisoblashimiz kerak bo'lgan oylar mana shu qamariy oylar hisoblanadi. Shariatda bir narsa vaqtga bog'lanib kelsa, oy deyilsa, o'sha osmondagi oyga
bog'liq bo'lgan oylar tushuniladi. Shuning uchun mana biz bilgan Ramazon oylari doim boshlanishi osmondagi oyning ko'rinishi yoki ko'rinmasligiga qarab hisoblanadi. O'shaning uchun har yili qaysidir davlatda ko'rinadi, qaysidir davlatda ko'rinmagan e'tibor bilan ulamolar o'rtasidagi ixtiloflar bilan ba'zan falon joyda Ramazon boshlanibdi, ba'zi joylarda esa Ramazon hali boshlanmabdi, hayit bizda bugun ekan, boshqa yerda falon kun ekan deb o'ylanib qolamiz. Lekin bizni ibodatlarimiz, bilib olaylik, bizni ibodatlarimiz o'sha biz bilgan milodiy oylarga aloqasi yo'q. Bizni ibodatlarimizni hammasi shariatda vaqtga belgilangan narsalarning hammasi mana shu qamariy oylarga bog'liq, osmondagi oylarga. Buni ichiga haj kirib ketadi, Ramazon kiradi, hatto savdolarda aslida bir oy deb kelishilganda o'sha shahriy qamariy oylar, hijriy oylar nazarda tutiladi. Bu oylar 29 yoki 30 kun bo'lishi mumkin. 28 kun ham bo'lmaydi, 31 kun ham bo'lmaydi. Yo 29 bo'ladi yoki 30, o'sha oyning ko'rinish yoki ko'rinmasligiga qarab. في السنة 12 شهرا قمريا محرم صفر ربيع الأول ربيع الآخر جماد الأولى جماد الآخرة رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة. في السنة 12 شهرا قمريا محرم صفر ربيع الأول ربيع الآخر جماد الأولى جماد الآخرة رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة وذو الحجة. Bir yilda 12 qamariy oy bor. Muharram boshlanishi Muharramdan boshlanadi, hijriy yillarning boshlanishi. Muharram, Safar, Rabiul Avval, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sha'bon, Ramazon, Shavvol, Zulqa'da hamda Zulhijja oylari. Shu bilan mana bugun matnimizda yana alohida 12 ta lug'at o'tdi. Bu nima? Hijriy oylarni nomlari. Tartib bo'yicha yil boshida keladigan birinchi oyimiz Muharram oyi, eng oxirgi oy esa Zulhijja oyi. Zulhijja mana shu haj mavsumi bo'ladigan oylar. Qurbon hayiti bo'ladigan oy Zulhijja oyi. Qurbon hayiti bo'lgan oy yilni oxirgi oyi hisoblanadi. Shu oy nihoyasiga yetishi bilan keyingi hijriy yangi yil boshlanadi Muharram oyidan boshlab. Bugun darsimizda demak 7 ta hafta kunlari lug'atimizdan alohida matnda keldi. 7 ta hafta kunlarining nomi jumadan boshlanib nimagacha, payshanbagacha hamda Muharramdan Zulhijjagacha bo'lgan oylarning nomi ham keldi. Bu oylarning nomi hamda haftalar nomi ham bugungi o'tgan lug'atlarimiz qatorida yodlab olishimiz kerak bo'lgan vazifalarimizdan biri. Shuning uchun bugun lug'at ko'payib ketganligini e'tiborga olib darsimizni ikkita emas, bitta o'tamiz. Chunki o'zi darsning lug'ati undan tashqari alohida 12 ta oy hamda 7 ta kunning nomi o'tdi. Lug'atimiz ko'payib ketgani uchun bugun mana shu bitta dars bilan kifoyalanamiz. Mashqni o'qiyman. 23-mashq quyidagi gaplarni arab tiliga tarjima qiling. Yil, fasl, kunduz, hafta, tun, oy. 25 tiyin, 34 ta qalam, 30 kun, 40 ta buzoq, 34 ta kalit. Bizning madrasada 34 ta o'quvchi o'qiydi. Bizning sinfda 26 ta o'quvchi o'qiydi. Men yoz faslini yaxshi ko'raman, yoz faslini yaxshi ko'ramiz. Qish faslida madrasada o'qiymiz, yoz faslida dam olamiz. Dam olamiz so'zi nastarihu yuqorida jumlada o'tdi. Darsni boshida sonlar uchun alohida to'xtalib doskaga yozib o'tirmayman degan edim. Lekin sonlar, Mabda qiroat kitobidagi sonlar mana shu bugungi darsimiz bilan nihoyasiga yetadi. Bundan boshqa sonlarni inshaalloh kelgusida o'tmaymiz. Shuning uchun
oldingi o'tgan darslarimizdan to bugungacha o'tgan sonlar takrorlash bo'lishi uchun alohida bir boshdan boshlab qisqa qilib doskaga yana bir yozib tushuntiraman inshaalloh. Demak, Mabda qiroat kitobimizda sonlar haqida boshlangan darslarimiz bugun nihoyasiga yetdi. Shuni umumiy xulosasini doskaga yozib tushuntiraman. Buning uchun bitta so'zni olib, shunga alohida to'xtalib o'taman. Mana masalan, qolamun so'zini olaylik. Kichkinaroq yozyapman. Qolamun. Ko'rinyapti deb o'ylayman, inshaalloh. Qolamun so'zini boshlaymiz. Birinchidan 1 va 2 so'zlari, sonlari. Bir va ikki so'zlari birinchi navbatda sanamoqchi bo'lgan so'zimiz, orqasidan sanog'ini aytamiz va bu muzakkar muannaslikda o'zidan keyingiga sifat bo'lgani uchun bir xil shaklda keladi. Qolamun hamda vahidun so'zlari o'zidan keyingiga sifat bo'lib, vahidun shaklida bir xil, harakat ham bir xil, muzakkar muannasligi ham bir xil bo'lib keladi. Ikkinchisi 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlar. Xo'p, 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlarda uzr uchida uchdan 10 gacha bo'lgan sonlarda son va aytmoqchi bo'lgan so'zimiz bir-biriga muzakkar muannasligida zid bo'ladi. Masalan, qolamun muzakkar bo'lgani uchun thalathatun so'zlarini muannas qilib thalathatu aqlamin, arba'atu aqlamin shaklida muannas qilib aytamiz va shu qolamun so'zini orqasidan ko'plik shaklida yozib, ikkalasi son bilan so'zni bir-biriga qo'shilishi izofa shaklida bo'ladi. Bir-biriga bog'liqligi nima dedik? Izofa bo'ladi. Birinchisida esa nima dedik? Sifat bo'ladi degan edik. Sifat bo'ladi degan edik. 1 va 2lar sifat, 3 dan 10 gacha bo'lganlari izofa bo'ldi va muzakkar muannasligi bir-biriga zid bo'ldi. Keyingisi, xo'p, uchinchisi 11 va 12 sonlari. 11 va 12 sonlari o'n bir o'n ikki so'zlari 10 so'zi ham 1 so'zi ham o'zidan keyingi mana bu qalam so'ziga, o'zidan keyingi qalam so'ziga muzakkar muannasligida bir xil bo'lib keladi. Ahada ashara qalaman, ithna ashara qalaman bo'lib. Ahada ashara qalaman, ithna ashara qalaman shaklida. 11 ta qalam, 12 ta qalam. Qalam birlik ko'rinishida oxiri fatha bilan aytiladi. Undan keyingilari 4-tinchisi 13 dan 19 gacha bo'lgan sonlar. 13 dan 19 gacha bo'lgan sonlar.
bularda ham ahada ashara isna ashara bilan deyarli bir xil, faqat mana bu salasatun bilan qalam ikkalasi muzakkar muannaslikda bir-biriga teskari bo'ladi, hamda salasatun bilan ashara so'zlari ham muzakkar muannaslikda bir-biriga teskari bo'ladi. Masalan, qalam so'zi muzakkar bo'lgani uchun salasatunni muannas qilib aytayapman. Salasatunni muannas etganim uchun asharoni muannas qilganim uchun asharoni muzakkar qildim. Qalam birlik shaklida o'zgarmasdan faqat oxiri fatha bilan yoziladi. Bu narsa to 19 gacha davom etib keladi. Keyingisi 20 dan 90 gacha bo'lgan sonlar. 20 dan 90 gacha bo'lgan sonlar, bu sonlarda hech bir o'zgarish bo'lmaydi. Qalam so'zini muzakkar yoki muannas bo'lishini bunga aloqasi yo'q. Ishruna, salasuna bir xil shaklda, undan keyingi qolamanlar birlik shaklida oxiri fatha bilan aytiladi. Endi 6-sini yozaman. 6-si murakkab sonlar. Xo'p, 25 masalan 99 va hokazo shu shaklda davom etadigan sonlar. Bu sonlar misolini yozib olay, tushuntiraman. Bu sonlar ham xuddi 13 dan 19 gacha bo'lgan sonlarga o'xshab ketadi. Mana xomsatun so'zi qalam bilan muzakkar muannaslikda bir-biriga teskari bo'ladi. Xomsatun va ishruna qalaman. Qalam yana oxirida birlik ko'rinishida fatha bilan aytiladi. Xomsatun va ishruna qalaman. Tushunarlimi? Bu xohlaganingizcha mana shu 21 dan 25 dan deb qo'ydim men. Xo'p, 21 dan desam to'g'riroq bo'ladi. 21 dan 99 gacha bo'lgan sonlar. Mana shu shaklda xomsatun o'zgarishi mumkin. Agar bu muannas so'z bo'lsa, bu sanoq xomsatunni o'zi muannasga, muzakkarga aylanadi. Lekin 20, 30, 40, 50lar shu shaklda qoladi. Keyingisi 100 hamda 1000 sonlari. Bu sonlarda mi'atu qalamin, alfu qalamin shaklida son bilan sanaladigan so'z bir-biriga izofa qilinadi. Shunda mi'atunni muzakkar muannasligini qalamunni muzakkar muannasligiga aloqasi yo'q. Bu qalam muzakkar bo'lsa ham, muannas bo'lsa ham mi'aligicha qoladi. Alfun so'zi ham xuddi shunday. Alfunni qalamunga muzakkar muannasligida aloqasi yo'q. Alf har doim alfligicha qoladi. Alfu qalamin, alfu kurrasatin, alfu mistaratin shaklida. Bu esa birlik holatida va ikkalasini bir-biriga qo'shilishi nima bo'ladi? Izofa bo'ladi. Izofa shaklida qo'shiladi. Bugungacha o'tgan so'zlarimiz shular bilan cheklanamiz inshaalloh va shu bilan lug'atimiz ko'payib ketganligi uchun bugungi darsimizga yakun yasaymiz. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka va natubu ilayk.